Tak, kelin. Labiyajon. Men xolajoningizga ketyapman. Men kelgunimcha o'g'lim bilan yeyishmasdan tinchgina o'tiringlar. Xo'p bo'ladi, oyijon. Bir-birlaring o'ldirib qo'ymasdan o'ncha misoli o'tiringlar. Haymi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Qaytib kelganimda bir ishkal boshlagan bo'lsanglar, bo'yin aralash tizza beraman. Tushunarlimi? Xavotir olmang, oyijon. Kontrolni o'z qo'limga olaman. Qarangda. Yes qilamiz, oyijon. Dadasi. Xotin? Haligi oyijon, xolajonnikiga ketdilar-da. Yaxshi. Ras er-xotin yolg'iz qolgan ekanmiz. Xo'sh. Bir ichmaymizmi, dadasi? Qo'y xotin. Bilasan, ichsam molga aylanib qolaman. Buguncha sizga любой narsaga mojna. Cho'chqaga aylanib qolmasangiz bo'ldi. Yo'q xotin. Meni majburlay olmaysan. Men ichmayman. Qanday derdim? Yoshlar baxtli bo'lsin. Qaysi yoshlar? Nima farqi bor? Biz to'yda shunaqa qilib ichardik-da. Qani, urdiq. Dadasi, birinchisi bilan ikkinchisini orasidan qilam o'tmasligi kerak. Qani? Men mahallani faxrliman-ku. Boshlandi. Men neobichniy qotilman. Men pashsha o'ldiradigan apparat sotib oldim. Endi pashshalarga kun yo'q. Demak, kalla pishta. Boshlasam bo'ladi. Dadasi, Ha, xotin. dugonalarimni oldiga gapga borishga uyalyapman. Nima uyalasan? Ular takkoy kiyinib, takkoy narsa bo'lib kelishadi-da. Bo'yinlarini ko'rmagansiz, qo'llarini ko'rmagansiz. Ularning ichida eng pachog'i menman. Bugundan hamma narsa o'zgaradi. Tushundingmi? Любой narsangni so'ra. Ering bugun shedra ilyada. Любой narsamnimi? Любойni, tushundingmi? Sen shoshma. Ketib qolmaydi, hozir kelaman. Tilagin xotin. Rasxotdan qo'rqqanni qo'lasan sen. Dadosh, ancha Oloy bozorida diamant degan tilla do'koni bor ekan. Tillalaricha arzon ekan. Bo'lib to'lashga ham berishar ekan. O'shandan olib bering. Ani o'lgur dugonalarim ham o'shandan olishar ekanda. Ertaga birinchi qiladigan ishim senga tilla olish bo'ladi. Ertaning intizorlik bilan kutaman.